Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Qurban hitinlari muborak bo'lsin. Qurban hitinlari muborak bo'lsin. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarni yodingizga solamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Yaqindan buyon muhojiratga Uyg'ur fan tadqiqot xodimlarining ilm sohasida qo'lga keltirgan ko'rinarli natijalari Uyg'ur xalqiga iftixorlik, umid va ishonch his qildirmoqda. Amerika davlatlik yemaklik va dori boshqarish idorasining tadqiqot uchuriga qaraganda Amerikada turishliq Uyg'ur mutaxassis doktor Rishat Abbas apandi 2004-yildan buyon niratinib, ya'ni ayollarning ko'krak rakini davolashda ishlatiladigan bir yangi dori tadqiqotida zo'r to'xtab yotgan. Doktor Rishat Abbas apandi shu munosabat bilan radiomiz ziyoratini qabul qilib, har sohalarda izlanayotgan Uyg'ur yoshlarining tirishchanlik ko'rsatsalar cho'qim natija qozona oladiganligiga mutlaq ishonganligini bildirdi. Anglarmanlarimizdan kelgan inkaslardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur elining janubidagi 3 viloyat bir oblastida yerli xalqqa qaratilgan planliq tug'ut siyosatini yanada chingitmoqda ekan. Radiomizning Xotan viloyatidagi munosabatli o'rinlardan ahvol egallashi davomida doiralarning ayollarga qarata tug'ut cheklash operatsiyasini majburiy holda elib berayotganligi dalillandi. Bu ahvol muhojiratdagi Uyg'ur jamoatining, bo'libmi sayya sohasidagi mutaxassislarning kuchlik andishasini qo'zg'adi. Turkiyada o'ltirishliq tug'ut doktori Gulgina xonim bu haqda inkas qaytirib, tug'ut cheklash operatsiyasi ayollarni majruhga aylantirdi dedi. Musulmonlarning bu yillik haj tavobati 30-avgust boshlangan bo'lib, 5-sentabr kuniga qadar davomlashadi. Haj tavobati uchun bu yil Saudiya Arabistonga yig'ilgan hojilarning soni 1,750,000 yetadiganligi ilgari surilmoqda. Egallanishicha, boshqa haj tavob qilguvchilar erkin faoliyat olib berayotgan Makka Mukarramda Uyg'ur diyoridan hajga kelganlarning oldingi yillarga qaraganda texmi qattiq nazoratga ilinganligi ma'lum bo'lmoqda. Saudiya Arabistonda yashayotgan Uyg'ur tijoratchi Ahmad Mo'minning bildirishicha, hajga kelganlarning har qanday bir Uyg'ur bilan uchrashishi cheklangan. Bu yillik Qurban hayiti yetib kelish oldida Xitoy doiralarining Uyg'ur diyoridagi masjidlarga qaratgan nazoratining hassilab kuchayganligi ma'lum bo'lmoqda. 28-avgust kuni Urumchi shahridagi Tunganlarning eng cho'ng masjidi bo'lgan Sanshi jamoasi Qurban hayitlik uqtirish chiqarib, bu yillik Qurban hayit namozi boshlanishdan burun masjidda bayroq chiqarish murosimi o'tkazilganligini bildirgan. Radiomizning bu haqda ahvol egallashi davomida Xotandagi bir qism masjidlarning bu haqda uqtirish topshirib olganligi ma'lum bo'ldi. Egallanishicha, yaqinqi 20 yildan buyon Uyg'ur diyorining har qaysi joylarida yepiq tarbiyalash markazi degan nomda necha yuzlagan tutqunlar lagerlarining qurilganligi ma'lum bo'lmoqda. Aqto'y noyasidagi soqchixonlarning radiomizga oshkorlashicha, Aqto'y noyasida jami 3 o'rinda yepiq tarbiyalash markazi qurilgan bo'lib, 2000 dak Uyg'ur gumondor nazorat ostida tarbiyalanmoqda ekan. Soqchilarning bildirishicha, Aqto'y noyasidagi yezi kanitlardan kundadagidek tutilayotgan kishilar yepiq tarbiyalash markaziga sig'may qolgan. Uyg'ur Avtonom rayonlik ma'rif nazorati oldingi oyda hujjat chiqarib, bu yil 9-oydan boshlab boshlang'ich va to'liq o'tir maktablarda butun darslarning Xitoy tilida o'tiladiganligini e'lon qilgan edi. Eng yaqinqi xabarlarga qaraganda, bu yillik yangi o'qish mavsumida Uyg'ur elidagi barliq maktablar birdek Xitoy yangidan tuzgan adabiyot va tarix o'qishligini ishlatadi ekan. Mazkur o'qishliklarda Xitoyning Qizil inqilob tarixi va territoriya talabi, bo'libmi Xitoyning Tibet, Uyg'ur eli, Tayvan va Janubiy dengizga bo'lgan egilik huquqi gavdalantirilgan tekstlar yer olgan ekan. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.